الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. المرفوع. Bugün kelgan dersimiz bo'lsa Al-Allama As-Sayyid Muhammad ibn Alawi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullah yazgan القواعد الأساسية في علم مصطلح الحديث namlı bu kitapçının El-Merfu' degan qismi keldik. Merfu'. Biz bundan burun hadislarni tunishtirib bo'lgandan keyin hadislarniki sahih min haythu thubut, yani sabit bo'lish jihatdan sahih, hasan, zaif deb uchga bo'linganligini. Sahih bilan hasan maqbul tarafdan, zaif mardud tarafdan ekanligini so'zlab o'tdik. Endi bu hadislar sahih bo'lgan, hasan bo'lgan, zaif bo'lgan bu hadislar tuvandagidek bir muncha shaklda bo'lishi mumkin. Marfu, musnad, muttasil, mursal, mu'dal, muallaq muannan dedik bir muncha bo'lishi mumkin. Har xil shaklda. Shunday shaklda keladi hamda. Endi bularning biri al-marfu'. Biz dastlabda hadisni deb tunishtirdik. Hadis degan Payg'ambar alayhisolamga, Payg'ambar alayhisolamning so'ziga, qilgan ishiga yoki axloqiga yoki Payg'ambar alayhisolamning oldida qilingan, Payg'ambar alayhisolamning inkor qilmagan ishga yoki shunga o'xshagan sahobalarning ishiga yoki tabiining ishiga, tabiiga nisbat berilgan so'zni deb atalgan bo'ldi, hadis deb ataldi. Shundaymi? Endi demak tabiingacha hadis deb ataldi. Tabiini deb ketgancha hadis emas. Shundaymi? Tabiini deb ketganda mana buni hadis deb qaramaymiz. Xo'sh. Endi al-marfu' shunda hadisniki ichida marfu' deb hadis bor. Hada hadisun marfu'un. Marfu' degan nima desa? Marfu' degan buni ta'rifi al-hadithu alladhi udifa ila an-nabiy sallallahu alayhi wasallam min al-qawli aw al-fi'li aw at-taqriri sawa'un akana sanaduhu muttasilan am la. Marfu' degan qanday hadis desa, yani Payg'ambar alayhisolamga nisbat berilgan. Yani qawl Payg'ambar alayhisolam mundaq dedi deb yoki aw al-fi'l yoki sharkat Payg'ambar alayhisolam mundaq qildi deb yoki aw at-taqrir Payg'ambar alayhisolamning oldida bu ish qilingan, Payg'ambar alayhisolam bu ishni inkor qilmagan, muqarrarlashtirgan. Sawa'un, yani akana sanaduhu muttasilan am la. Bunun sanadi muttasil bo'lsin yoki muttasil bo'lmasin, marfu' deb keladi. Marfu' deb keladi. Yani Payg'ambar alayhisolam ko'tarilgan degan. Payg'ambar alayhisolam neni? Qala kana Rasulullah. Qala Rasulullah kana amama Rasulullah hada al-amr masalan. Yani bu şu ishning nima deb marfu' deb ataladi. Shundaymi? Marfu' deganlikning o'zi, yani bu hadis bevosita Payg'ambar alayhisolamga aloqador. Payg'ambar alayhisolam unday qildi, Payg'ambar alayhisolam bunday dedi, Payg'ambar alayhisolam oldida bunday ish bo'ldi deganni ko'rsatmoqchi. Shundaymi? Endi nima uchun bu marfu' deb ataldi desa, va summiya marfu'an. Buni marfu' deb atalishi lirtifa'i rutbatihi. Bu hadisning martabasining boshqa mavquf, maqtu' degan boshqa hadislar qaraganda buning martabasining ustun bo'lganligi uchun. Nimishqa? Bi idofatihi ila nabiy sallallohu alayhi vasallam. Bu hadisniki Payg'ambar alayhisolamga nisbat berilganlik sababidan. Chunki ba'zi chaqda idofat degan nimani foyda beradi? Yufidu tashrif. Tashrifni foyda beradi. Ta'zimni foyda beradi. Ba'zi chaqda mudofun ilayhi tashrifni nereden oladi? Mudofni oladi. Ba'zida mudof tashrifni mudofun ilayhini oladi. Bu qoida. Siz ne chiqdim deb bo'lgan bu qoida. Endi bu hadis tashrifni nereden olgan? Hadisun nabiy. Payg'ambar alayhisolamdan olgan. Tushundingmi? Demak mudofun ilayhini olgan. Fa idza qala as-sahabi masalan, sahabiyimiz biz bunda desa, qala Rasulullah sallallohu alayhi vasallam kaza, Rasulullah mundaq dedi, aw fa'ala kaza, Rasulullah mundaq qildi desa, kana hada al-hadith marfu'an. Bu hadis marfu' bo'ladi. Va kaza, shuningdek, law qala at-tabi' masalan, tabi' mundaq desa, yoki aw tabi'u at-tabi' yoki tabi'u at-tabi'i yoki man ba'dahum yoki ulardan keyingi qanday bir ravi Payg'ambar alayhisolam bunday degan desa, fa inna zalika yusamma marfu'an. Bu marfu' deb ataladi. Bu hadisniki sahih, hasan, zaif bo'lishidan qat'iy nazar
Bu hadisdagi payg'ambar islomga sanada ulashgan yoki ulashmaganligidan qat'iy nazar payg'ambar alayhisalom degan nima? Payg'ambar alayhisalom degan gapni bildirdi emas. Hadis payg'ambar alayhisalom ko'tardi degan gap. Va yadkhulu fi hada at-ta'rif, bu ta'rifning ichiga al-muttasil. Muttasilmi kirib ketadi? Hadis muttasil. Musnadmi kirib ketadi? Va kullu ma la yushtaratu fihi al-ittisal. Bunun ittisal shart etilmagan hamma narsa kirib ketadi. Kal mursal va al-mu'dal o'xshash. Va yakhrujul mawquf wal maqtu'. Mawqu' bilan maqtu' chiqib ketadi. Al-muttasil degan nima? Muttasil degan payg'ambar alayhisalomga sanadi ulashgan. Har bir ravi, mesela İmam Buxoriy o'z ustozidan anglagan. Ustozidan olgan taki Rasulullohga yetguncha. Yoki sahobiy. Bu muttasil degan gapdan nima shart emas? Payg'ambar alayhisalomga ulashish shart emas. Ishqilib ya nimagacha? Tabiiygacha. Hadis deb ataladigan ya payg'ambar alayhisalomgacha bo'lgan, ya tabiiygacha bo'lgan, ya sahobigacha bo'lgan, yoki tabiiygacha bo'lgan oraliqda nima oraliqda uzilib qolish yo'q, ulashgan. Masalan, qavl kimning qavli ekan? Qala Ibn Abbas kada. Ibn Abbasning qavli ekan. Ibn Abbasning tatib tuanga tushgan tatib hammasi nima? Biz ulashgan. Bizni anglagan. Yoki tabiiy mundaq degan masalan, Said ibn Musayyib mundaq degan desa, uning aslidagi hammasi bizni anglagan. Uzilib qolish yo'q. Bu shart emas. Payg'ambar alayhisalom ulush shart emas. Muttasil degan gapdan chuqur payg'ambar alayhisalom ulashdi degan gap shart emas. Shuni olma. Marfu degan gap nimaga payg'ambar alayhisalom degan gap. Onun da ittisal shart emas. Buniki Rasul bo'lishi mumkin, yo'q bo'lishi mumkin. Lekin marfu deganning o'zi Rasululloh dedi degan bo'ladi. Ammo muttasil desa-chi, muttasil deganda Rasululloh ulushish shart emas. Demak, hadis deganning doirasidagi yo Rasulullohga ulushish, yo sahobaga ulushish, yoki nima? Tabiiga ulushish. Lekin shart nima? Shu oxir bo'lish. Tabiiy oxir. Tushundingmi? Tabiiy to'xtaydi. Tübüge çıkmaydı. Ya sahabe to'xtaydi. Endi demek bu tarifning ichiga muttasil kirib ketadi. Ya'ni marfuning ichiga nima kirib ketadi degan muttasil. Chunki qanday kirib ketadi? Rasulullohga ulashgan tarafdan kirib ketadi. Rasulullohga ulashgan tarafdan. Sahabaga ulashgan tarafdan kirmaydi. Lekin Rasulullohga muttasil degan Rasulullohga ulashgan nima keladi? Sahabaga ulashgan nima keladi? Tabiiy ulashgan nima keladi shundaymi? İki cihetden kirmeydi lekin Resulullah'a ulaşkan taraftan kirip gidiyordu. Neymiş kadar dedi, neymiş muttasilini bunda dedi insanlar? Musned de bir geç kılmaydı. Musned ile muttasilinin farkını arayış gerek. Tayyip, musned mi kirip gidiyordu nimet içine? Merfu'nun içine musned mi kirip gidiyordu? Musned diye kadar dedi ise, musned diye Peygamber aleyhisselam'a senedi ulaşkan. Sahabı tutup kalmagan. Tabi tutup kalmagan. Şu raviden, nesini rivayet kılan raviden ahirgacha, evvelden degan gap. Şu nimadan hadisni rivayet kılan raviden ta Peygamber aleyhissalom aralığında hech kim tushib qolmagan va Peygamber aleyhissalom ulashgan. Sanad to'liq ulashgan, ma musnad deb ataladi. Tushundingmi? Shuni Buxoriyniki birisi nima? Jami'ul Musnad as-Sahih. Musnad degan bu, tushundingmi? Musnad nima ichiga kirib ketadi, marfu'ning ichiga kirib ketadi. Ve kullu ma la yishtaratu fi ittisal shart etilmaydigan mursaldek mesela. Mursal degan nima? Tabiiy rivoyat qildi hadisni, tabiiy marfu shaklda rivoyat qildi. Tabiiy mesela İbn Musayyib, Said ibn Musayyib deydi, qala Rasululloh. Hasan al-Basri deydi, qala Rasululloh deydi. Bu nima deb ataladi? Mursal deb ataladi. Mursal. Ya'ni ardı sahabi tushib qolgan, sahabi yo'q. Bu shu mursalmi? Marfu'ning ichiga kirib ketadi. Qala Rasululloh dedi-ku, mu'dal ham kirib ketadi, mu'dal. Mu'dal degan qanday hadis? Mesela hadisdeki nimadan sanadidan ikki ravi oqimaga tushib qolish. Oqimaga. Ya sahabiy ya tabiiy ikkisi birga. Yoki tabiiy ikkisi birga mesela. Oqimaga tushib qolish. Nima mu'addal deb ataladi. Mu'addalmi nima kirib ketadi? Marfu'ga kirib ketadi. Amtadaki va yakhruju al-mawquf wal-maqtu'. Mawquf bilan maqtu' chiqib ketadi bunun. Chunki mawquf degan sahabada to'xtab qolgan. Maqtu degan cho'q qanday hadis? Tabiiyda to'xtab qolgan. Maqtu tabiiyda to'xtab qolgan, mavqufcho sahobada to'xtab qolgan, ya'ni Rasulullohga ko'tarilmagan. Ma'kisi chiqib ketadi. Mavquf deb kelsa, Rasulullohga nisbat berilmagan ekan bu hadis. Sahobaga nisbat berilgan deb tushunamiz. Maqtu deb kelib qolsin deymiz, bu hadis
sahabiga agar Rasulullohga nisbat berilmagan ekan, faqat nimaga nisbat berilgan ekan? Tabiiga nisbat berilgan deb tushunamiz. Xo'sh, anva'ur raf'i. Xo'sh. Endi bu anva'ur raf'i. Bu raf degan marfu degan hammasi bir xil bo'lgan bu yo'q. Bu Rasululloh ko'tarilgan hadisning bu turlari bor. Ar-raf'u qisman. Marfu hadis Rasululloh bir hadisni ko'tarish ikki qism bo'ladi. Birinchi al-avvalu raf'un tasrihiyyun. Bir uchuq oshkor ko'tarish. Va huwa alladhi fihi raf'un tasrihi deganimiz buningda yana qala Rasululloh aw an Rasulillah degandek payg'ambar alayhisolamning gap uchuq chiqadigan. Va huwa alladhi taqaddama anifan yuqorida so'zlab o'tdik buni. Endi as-sani ikkinchi qismi bor raf'ning. İkinci qismi raf'un hukmi. Hüküm cihatiga ko'tarilish, Rasulullohga hüküm jihatiga ko'tarilish deb ataladi. Va huwa alladhi lam yusarrih fihi ar-rawi bi qawlihi. Bu raf'un hukmi deganimiz rawi, bu hadisni rivoyat qilgan rawi o'ziniki qavlida qala Rasululloh degan gapni ochiq bayon qilmagan. Va huwa anwa'un kathira. Bu nurg'ulg'an turlari bor. Minha masalan bu turlarning qatoridan qavlus sahabiy, sahabining qavli masalan minas sunnati kaza va kaza. Sahabeden birisi deydi, minas sunnati kaza deydi, qala Rasululloh demaydi. Kana Rasululloh demaydi. Nima deydi? Minas sunnati kaza deydi. Mushfalahu hukmur raf'i. Bunun hukumu raf'iniki, bunun hukmi nima? Raf'in hukmi veriladi. Yani merfu deyiladi bunun hukumu. Resulullah'a nispet veriladi. Ve yusamma merfu'an hukmen. Bu merfu'an hukmen deb ataladi. Endi buni yana merfu'la o'xshash muomala qilamiz. Qanday bundan foydasi anda o'xshash muomala qilsak ayib o'tgan desa, navod ekanki, falzam bittaqdir bizda ikki hadis bor. Biri merfu'un nima? Tasrihan. Biri merfu' tasrihi. Yani biri merfu' hukmi deb ikki hadis kelib qoldi. Qarama qarshi birisi kelib qolgan vaqtida shu chaqda merfu' hukmi qoladi, merfu' tasrihi kuchliga bo'ladi. Bas shu chaqda bo'lmasa o'xshaymi o'xshash. Tushunamizmi? Farq shu. To'yib, merfu'ning hukmi nima desa? Merfu'ning hukmi annahu qad yakunu sahihan va qad yakunu hasanan va qad yakunu da'ifan. Merfu' balkim sahih bo'lishi mumkin, balkim hasan bo'lishi mumkin, balkim da'if bo'lishi mumkin. Chunki buning birmuncha ayriliqdan bog'liq nazar mu'dal mi kirib ketadi, masalan, muallaq mi kirib ketadi, amiz kirib ketdi. Faqat mavquf bilan maqtu' qilib chiqib ketdi, buning qolgan bir kirib ketdi. Demak, buniki har ehtimol sahih bo'lishi mumkin, hasan bo'lishi mumkin, da'if bo'lishi mumkin. Buni raviylar qaraymizda muhtar. Xo'sh. Endi biz kelgan hadislik yana bir hadislar ichidan yana bir hadislar bor. Bu hadislar endi eng muhim hadis endi. Hadislarning ichidagi eng kuchli, eng sog'lom bo'lgan, eng yuqori o'rinda turgan hadis. Shu Imom Buxoriyninki kitobning mush hadisning nomida atilgan nima deb? Jami'ul Musnad as-Sahih deb. Musnad degan ba'zida kitobga qaratiladi, ba'zida hadisga qaratiladi. Ba'zida hadisga qaratiladi. Musnad deb kelsa, u chaqda shu ravi qaratiladi. Shu musnad hadisi keltirgan ravi qaratiladi. Al-musnadu bi fathin nuni. Musnad degan nunning zivri bilan yuqalu li kitabin jumi'a fihi ma asnadahu as-sahabatu. Sahabalar sanadlari bilan keltirgan kitobga nima deb qo'yiladi? Musnad deb musnad deyiladi. Yoki buni ma usnidahu deb o'qsak bo'ladi. Ma usnidahu sahabat degan sahobalarning sanadi keltirilgan, sahobalarning sanadi keltirilgan shu sanadlar to'plangan kitobga musnad deyiladi. Yoki sahobalar sanad keltirgan kitobga musnad deyiladi. Va yuqalu aydan lil hadith al-ati ta'rifu. Tuanda ta'rif qiladigan hadisga musnad deyiladi. Bu tuandagi ta'rif qiladigan hadis bo'lsa al-musnadu, musnad deganimiz huval hadithul muttasilu isnaduhu min rawihi ila an yantahi ila an-nabiy sallallohu alayhi vasallam. Musnad degan qanday hadis desa, ya'ni buning sanadi shu hadisning ravisidan boshlab payg'ambar alayhisolamga yetguncha, ravisidan boshlab sanad avval sanad degan nima? Ravi. Masalan, Imom Buxoriy avval sanad bo'ladi.
Sanatning avvalidan boshlab oxir sanat qolsa intiho sanat payg'ambar alayhisalom bo'ldi bizdan. Payg'ambar alayhisalom aytgancha ulashgan sanat hammasi har bir ravi shayxini o'z ko'zidan ko'rgan, quloq bilan anglagan. Mushundaq hadis deb ataladi, musnad deb ataladi. Demak, endi muttasil degancha, muttasil degan sanat ulashgan degan gap. Ma huwa al-farqu bayna al-musnad wal muttasil? Savol huna. Musnad deganimiz sanadi payg'ambar alayhisalomniki shu isnaduhu min rawihi. Shu hadisning ravisidan payg'ambar alayhisalom aytgancha isnadi muttasil bo'lgan hadis. Buniki musnadniki dalilisi muttasildan yuqori turadi. Chunki muttasil degan ya payg'ambar alayhisalom ulashgan oxiri yoki sahoba ulashgan oxiri yoki nima tabiiga ulashgan. Hadisda ataladigan 3 obyektning birini ulashgan. Lekin payg'ambar alayhisalom yetish shart emas muttasilda. Payg'ambar alayhisalom ulushi shart emas. Shart nima? Shu ulashgan ravidan ulashgan oxir sahoba ulashgan bo'lsa sahoba oxir bo'lish yoki tabiiy oxir bo'lish yoki payg'ambar alayhisalom tabiiy oxir bo'lishi shart. وعلى هذا التعريف بو تعريف بناء فالموقوف والمقطوع موقوف يا صحابي توقتغان حديث مقطوع تابعين توقتغان حديث والمنقطع منقطع deganimiz munqati deganimiz hamda ya'ni sanat ravilar zanjiridan faqat bir ravi tushib qolgan, lekin bu tushib qoluvchi kim bo'lmasligi kerak? Sahoba bo'lmasligi kerak. Chunki agar sahoba bo'lsa nima deb ataladi bu? Mursal deb ataladi. Vel muallaq. Muallaq degan hamda qanday hadis? Shu bosh ravi tushib qolish. Demak bu ta'rifga asosan mavquf, maqtu, munqati va muallaq. Muallaq deganimiz qasi, ya'ni Imom Buxoriy masalan. Bu hadis keldi, bu hadisni rivoyat qilgan shu bosh raviy yo'q. Bosh raviy degan kim? Sanatning beshi. Imom Buxoriy falan rivoyat qilgan, falan deb boshlangan sanatning boshlangan yeri bosh raviy yo'q. Bosh raviy yo'q yoki bosh raviylar ikkisi yo'q yoki uchi yo'q, to'rt yo'q. Anladin? Shu eng asli bosh raviy yo'q. Uni qanchadan bo'lib ketsa mayli. Mushunda ataladi muallaq deb ataladi. Tushundingmi? Muallaq val mursal degan tabiiy tushib qolgan, sanat zanjiridan tabiiy tushib qolgan. Val mu'dal degan oqmoqqa ikki kishi tushib qolgan. Sanat zanjiridan oqmoqqa ikki kishi tushib qolgan. Demak, mushular hammasi mavquf, maqtu', munqati', muallaq, mursal, mu'dal laysat min al-musnadi. Musnaddan emas ekanligi chiqib nima qiladi? Musnaddan emas ekanligi chiqadi. Endi demak, eng darajasi mushu jihatdan darajasi nimaga yuqorisi musnad ekan. Tushundingmi? Hukmuhu endi musnadning hukmi nima desa, unda olgandan keyin emas musnad bo'lgandan keyin eng %100 sahih bo'lsa bo'lgan bu deb hukm chiqardi desak, buni hukmi as-sihhatu. Musnad hadis sahih bo'lishi mumkin, avil hasan yoki hasan bo'lishi mumkin, avil da'f yoki zaif bo'lishi mumkin. Bihasabi sifati rijali. Şu hadisning erlari, ya'ni ravilarning sifatlari e'tiboridan. Demak, nima uchun unda olgan sahih bo'lsa bo'lgan bu deydi desak, bir yolg'onchidan birisi kelib, toza shu oltin silsila zahabiyya, oltin zanjiridan birini akelib, eng ishonchli sahobalarning ismlarini qo'yib, Yasimida to'qimada degan olmaydi. Shuning uchun buni shu hamma ravilar qarab turib, uni keyin shu kim degan, eng oxirida kim degan buni degan yerda, eng beshida kim degan kishilar hammani qo'ng'ida qapilib turib, hammasi yaxshi kishilar bo'lsa, siqa, sahih. Ammo orada bir raviydan birisi yolg'onchi, aldamchidan birisi kelib qolgan bo'lsa, buni qarab ya hasan yoki zaif deb ataladi. Al-muttasil. Muttasil degan qanday desa, muttasil degan huwa al-hadith alladhi ittasala sanaduhu. Muttasil deganimiz bunun sanadi biz sama'i kulli ravin min rivoyat. Har bir ravi o'ziniki rivoyat qilgan ustozidan anglash bilan sanadi ulashgan. Mimman fawqahu ila muntaha degan o'zining tufstikidan uning oxirigacha. Sawa'un kana intihauhu, uning yetishi payg'ambar alayhisalom bo'lsin, aw ila sahabiyyak sahaba bo'lsin, o'xshash. Ve yuqalu lahu al-mawsul vel-mu'tasil. Yani bir ismi mevsul. Yani bir ismi nima? Mu'tasil degan ismi bor. Ve bihada mana mushu ta'rif bilan ulima anna al-musnada akhassu min al-muttasil. Musnad muttasildan xosroq degan ma'lumot bilindi.
فكل أنه عندك مناسبة الخصوص والعموم مطلق يعني فكل مسند متصل وليس كل متصل مسندا ومنطق نبشك نبدأ بوضوح. وعلى هذا التعريف بتعريف أساسا فالموقوف والمقطوع موقوف لم مقطوع قد يكون متصلا متصل ولا ممكن لما موقوف لم مقطوع متصل ولا ممكن أيوة تابع مطلق ممكن قول صحابي تطش ممكن حكمه أمد متصل حكم ما أنه مثل سابقه يلقيك أخشيت قد يكون صحيحا سغلان بولش ممكن حسن بولش ممكن ضعيف بولش ممكن فقط لم بهذا بس مهم بغنا شو مثلا بخاري ده مشكات ده مسلم أبو داود هذا حديث مرسل نقبل تكتب شن ميل مو نمدي أن جابت قال لقد فقام إلهم هجت شنو من الوقت ده شنو الله الموقوف موقوف تجاه حديث موقوف تجاه ما موقف تجاه الحديث المضاف إلى الصحابي صحابة نسبة بالجن حديث سواء كان أو صحابنا قول بوسن ياكي صحابنا شركة بوسن وسواء اتصل سنده إليه ونو سند صحابه ولاش قام بوسن ياكي أزلب قام بوسن موقف تبقى تلي ولده الموقوف القولي مثلا موقوف القولي ده برباد مثلا قال ابن عمر رضي الله عنه الله ابن عمر رضي الله عنه مندق ددي مثلا قال ابن مسعود رضي الله عنه كذا ابن مسعود رضي الله عنه مندق ددي والموقوف الفعلي موقوف الفعلي ده برباد بوسا مثلا أو ترى ابن عمر على الدابة في السفر وغيره ابن عمر رضي الله عنه سفر ده وسفر مشهده ولا أستده مثل قد ده بكرد مثلا موقوف الفعلي ده بطلده ويدخل في هذا بتعرف نشجع المتصل والمنقطع والمعضل كيف كتدو مرفوع ولا مرسل كتدو مرفوع ولا مرسل كتدو أنا من شان بوضع زي تعرف مثلا برضه مو موقفنا حكمنا ما تسابقنا حكم أنه مثل سابق بمو يدرك سوق شيء صحيح بولش ممكن حسن بولش ممكن ضعيف بولش ممكن المقطوع مقطوع عنده مقطوع دكان ما تسا مقطوع دكان هو الحديث المضاف إلى التابعي تابعي غنسبة بالجن حديث قول بوسن ياكي فعل بوسن بو سند تتشقم بوسن ياكي تتشمقم بوسن أخشش وسمي بذلك نمشقب مقطوع ده بطال دسا لقطعه عن الوصول للصحابي أو النبي صحابي ياكي پیغمبر اسلام قولوا شتن يزلب كتكلك شن مقطوع ده بطال ويدخل في هذا التعريف بتعرف نشجع متصل كلب كتدو معدل كلب كتدو منقطع كلب كتدو بتعرف مرفوع كتدو موقوف كتدو مرسل كتدو يعني بناس كتدو إلى بقى قيسة مسند كتدو ونهجمه أنه ليس بحجة عمد المقطوع يوجد تمس إلا إذا كانت هناك قرينة تدل على الرفع عمد رفع كدلالة قدران پیغمبر اسلام كتولش كدلالة قدران بالقيل سبب قاسا فيكون مرفوعا حكما شو شغله وحكم جهة مرفوع بلده ياكي أو قرينة تدل على الوقف ياكي وقف كدلالة قدران بالقيل موت يعني صحابي تقتلش قا دلالة قدران بالقيل موت فيكون موقوفا حكما وشغله موقوف حكم جهة موقوف بلده مثلا كقول التابعي مثلا تابعي المسلم دايدو من السنة كذا وكذا تابعي المرسي السنة من قطار من ضمن السنة دايدو مثلا حسن البصري داي مثلا سعيد بن المسيب داي دسا بوشغدا نبنو من بلدو لما مرفوع حكما بلدو فالراجح أن هذا مقطوع له حكم الوقف عند بعض التابعي المرسي سنة يعني سنة نبقاسة بنكي صحابنا قولك تكتب وقف شو يتملق وا فالراجح ومن السنة كذا وكذا تسأم مش سجدك أن كشلك يسقراش هذا مقطوع مقطوع ونبغى حكم الوقف دين وقفنا حكم بردغان مقطوع يعني موقوف حكما ديلدو وقد أطلق بعضهم المقطوع في موضع المنقطع عمد محدثان بس مقطوعني منقطع ونغشلت كان وبالعكس تجوزا منقطعني مقطوع ونغشلت كان من داش تبا تجوزا يعني مجاز قلب يعني وأطلق المنقطع في موضع المقطوع ومجازا وحقيقة أمس المنقطع دي كان شو دسا منقطع دي كان أمس هو الحديث الذي سقط من سند راوي واحد بنو سنددن بالراوي تشقان حديث بالراوية شرط وبشرط ألا يكون الساقط صحابيا شقاقان كشي صحابي وما شرط لن سواء كان هذا الراوي الساقط بوش شقاقان راوي من موضع واحد برؤون نشقاسون
ev ekser. Ya köprak çüp kalsın. Lakin bihaythu la yezidu sakitu fi kulli mevdu'in ala vahid. Her bir orunda bir ravi teşkil etmesi gerek çüp kalıcı. Feyekunu hina izin şu çağda munkati'an fi mevdi'ayni ev thalâthe ev ekser. İki orunda munkati ya şu orunda munkati der ya köp şunda halatim olur. Ve sevaun kana ravi sakitu fi evveli senedi ev vasati. Çüp kalan ravi senetten evveli bolsun yani mesela baş ravi İmam Bukhari ya ki İmam Müslim degandek. Ev vasati ya oturdu bolsun okşaş. Ve yedhulu fi hada ta'rif bu ta'rifin içine el merfu mu kelip ketado, mursal mu kelip ketado, mevkuf mu kelip ketado. Lakin ve yahrucu el muttasil çıkıp ketado. Çünkü mal hemen bir podama. Hukmuhu ennehu min enva'id da'if. Bunun hükmü ne? Bunun hükmü munkati'nin hükmü ne? Da'if'nin türlerinden doğru.